Assalomu alaykum. Hozir tovuq filesidan mazali kotlet qilib tayyorlaymiz. Tovuq filesini bo'lakchalarga bo'lib olamiz va chopperdan chiqarib olamiz. Bizga kerak bo'ladi yana buxonka nonni ham kim xohishiga qarab yarimta buxonka nonni mana bu suvga ivitib olamiz. Yaxshilab ivigandan keyin suvidan siqib chopperdan o'tkazilgan tovuq filesiga qo'shib olamiz. Buni ham terkadan o'tkazib, suvdan ajratib, go'shtga qo'shib olamiz tovuq filesiga va chesnokni ham. Qani, boshlaymiz hozir. Mana azizlar, tovuq filelarini bo'laklarga bo'lib oldim. Buxonkani suvga solib oldim. Endi tovuq filesini o'tkazib olamiz. Mana azizlar, tovuqni fili holidan qiyma holiga keltirib oldim. Endi buxonkalarni ham solib olamiz. Mana azizlarim, buxonkani ham solib oldim. Endi piyoz bilan chesnokni terkadan maydagina tomondan o'tkazib olamiz. Mana azizlar, chesnok, piyoz, non hamma narsa solindi. Endi tuz bilan hamma xohlagan ziravorini qo'shsa bo'ladi. Tuz soldim, mana ziravorlar ham soldim. Endi hammasini birga aralashtirib olamiz. Mana azizlar, kotletimizni qiymasi ham tayyor holga keldi. Endi kotletchalarni tuxumga botirib pishirib olamiz. Hammasini pishirib olganimizdan so'ng dimlab qo'yish jarayonini ham ko'rsataman. Azizlar, kotletlarimiz mana shu holda pishishi kerak. Ikki tomonni ham qizartirib olamiz. Azizlarim, mana shunaqa holda pishirmoqda. Mana azizlar, kotletlarimiz pishib tayyor bo'ldi. Endi bunga 2 qoshiq yog' solamiz va 1 stakan suv solib dimlab qo'yamiz. Azizlar, kotletlar tayyor bo'lguncha bodringni chiroyli qilib tarelkani chetiga to'g'rab olamiz. Bodringlarni chiroyli to'g'rab taxlab oldik. Endi kotletimiz tayyor bo'lishini ozgina kutamiz. Hozir damga solib qo'yganman. Dimlab qo'ydim. Pishgandan keyin ko'rsataman. Mana azizlar, kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Bu hali yarmi, yana bor kotlet. Shuncha ozgina bo'libdi demanglar, yana bor kotlet mana juda ham mazali. Buni qancha bolalar yesa, shuncha yegisi kelaveradi. Hammaga ham, yosh kattalarga ham, o'rta yoshlarga ham, bolalarga ham juda mazali. Albatta qilib ko'ringlar. Tavsiya qilaman. Tovuq go'shtidan juda mazali bo'ladi. Yoqimli ishtaha hammaga. Juda mazali.